odam keladi, mani joyim urush janjal. Har kuni shunaqa. Menga mashina sotib olish emas, mashina sotib olgandan keyin qo'yiladigan joy muammo bo'lib qolyapti. Qo'shnilarim kelib men bilan janjallashyapti. Mashinani bu yerga qo'yma, bu bizning joyimiz deb, ya'ni turishini uzoq muddat turganligini menga asos qilib aytyapti. Biz bu yerga ko'pdan beri mashina qo'yamiz. Nima men aybim shunda mashinani kech olganimmi? Tez kelib, qaynonam oldilariga ziyorat qilgani kelib turamiz. Xo'jayin bilan nomerlari telefon qilishib, mashinangizni oling, meni joyimga qo'yibsiz, men mashinamni qo'yaman degan talab bo'ldi. Bu kabi holatlar yangilik emas. Birimiz bo'lmasak, birimiz duch kelganmiz. Muammo shundaki, ikkala tomon o'zini haq deb o'ylaydi. Qarang, uni joyi har doim mashinasini shu joyga qo'yadi. Tozalaganman, betonlaganman deya da'vo ham qilishadi. Shu joyda o'rinli savol tug'iladi. Bizda obodonlashtirish, chiqindilarni olib chiqib ketish xizmatlari mahalla ishlamayaptimi? Ko'cha tozalash, uni ta'mirlash fuqaroga qoldimi? Jismoniy shaxslar va mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, har qanday yuridik shaxs tomonidan yo'llar, trotuarlar va boshqa yo'l infratuzilmasi obyektlarida qurilish ishlarini olib borish, yo'l obyektini har qanday ko'rinishda ta'mirlash, buzish, qazish, o'zgartirish yoki rekonstruksiya qilish faqatgina tegishli ruxsatnoma olingandan so'ng amalga oshiriladi. Huquqim ham barabar, men ham o'sha huquqqa egaman. Men ham fuqaroman o'shanga o'xshagan. U foydalansa men foydalana olmayman. Kimdirni uyimga chaqirsam yoki o'rtoqlarim kelsa, men mashina bilan o'zimni mashinam yo'lni ko'chasiga qo'yib kelsam, ularga ayta olmayman, men mashinangni cho'p ko'chaga boshiga qo'yib kel deb. U ham xuddi menga o'xshagan xalq, xuddi menga o'xshagan fuqaro. Bu yerda hech kimni joyi emas, biror bir tomonlama, qonuniy tomonlama ko'rsatilgan, etilgan joy emas. Lekin shu to'g'rimi? Tushib oling, siz emas, meni joyim. Men mashinamni qo'yaman, meni joyimni deyishga. Xo'sh, yuqoridagi da'vo asoslimi? Fuqaro boshqa fuqaroni o'ziga tegishli bo'lmagan, foydalanish huquqi ham berilmagan joydan haydashga yoki foydalanishga taqiq qo'yishi mumkinmi? Bunga haqlimi? Bir fuqaro tomonidan ikkinchi bir fuqaroga hech qanday noqonuniy talablar qo'yilishi mumkin emas. Buning ortidan esa boshqa bir huquqbuzarliklar kelib chiqishi mumkin. Misol uchun, tuhmat qilish, haqorat qilish yoki tan jarohati yetkazish. Bunday holatlarda siz tezkorlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki joylarda joylashgan profilaktika inspektoriga murojaat qilishingiz mumkin. Men ham o'zimni o'zim yoki maqsad qilib kelmayman, aynan mana shu yerga mashinamni qo'yaman deb. Agar bu yoq bo'sh bo'lmagan taqdirda sal uzoqroqqa qo'yaman. Agar u yoq ham bo'sh bo'lmagan taqdirda mayli ko'chani boshiga chiqarib qo'yib kelaman men mashinamni. O'zbekistonda hamma teng huquqli. Hech kim bu yoqda joyini sotib olib yoki meni joyim deydigan zamon emas. Xo'jayinim aytdilarki, yarim soatda hozir tushaman, mehmonga kelgan edim, ketaman hozir desalar, yo'q, hozir oling deyishdi. Hozir tusha olmayman, tushib kelgan edim, yarim soatda tushaman desalar, unda o'zingizdan ko'ring deb qattiq gapirishdi. Menda xat hujjat qilib olish qilib olganmi? Qolsa bo'ladimi? Mana agar shuni ilojisi bo'lsa, men ham qilib olay. Chunki shu joyga men ham bitta egalik qilaman. Ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi qonun 7-modda. Ko'p kvartirali uyga tutash yer uchastkasi bo'linmasdir va mustaqil yer uchastkalariga ajratilishi mumkin emas. Bunday holatga nima deysiz? Bir fuqaro meni joyimga mashinangni qo'ydingmi? Mana ta'ziringni ye deya boshqa fuqaroni avtoulovini harakatlanishini cheklab qo'yadi. O'z boshimchalik bilan qasddan fuqaroni harakatlanishini cheklaydi. Men shunaqa kelib qo'yganimda, meni savolim shundan iboratki, xuddi menga o'xshagan haq-huquqlarga ega bo'lgan fuqaro menga telefon qilib, ta'ziq o'tkazib, olmasangiz o'zingizdan ko'ring deb, keyin mana chiqqanimda, men xuddi shu yerda turganda mashina. Shunda orqasiga taqab qo'ygan. Men chiqolmasligimiz uchun ichki ishlar idorasiga murojaat qilmoqchi edim. Meni ham haqqim bor, meni ham huquqlarim bor deb. Desam, endi men ham xo'jayinim bilan ham turmush o'rtog'im ham davlat ishxonasida ishlaymiz. Ertasi ertalab soat 8:30-9 da ishda bo'lishimiz kerak. Kechqurun undan keyin qo'y, ichki ishlar xodimlariga ham bezovta qilib, o'zimizni ham charchamaylik, shu safar indamaylik dedilar. Shunga xo'p dedim, lekin keyingi vaziyat bo'lmasida men hozir sizlarga murojaat qilayotganim. Hurmatli yuristlar, shuni menga iltimos qilib tushuntirib bersanglar.
yoki ularni haqqi bormi? Xuddi menga o'xshagan fuqaroni mendan ortiq haq va huquqlari shu qadar yuqorimiki, menga kechki payt telefonda shunaqa tazyiq o'tkazib, yana samasud qilib, mashinasini chiqolmasligi uchun men yoqqa taqab qo'yib, menga shunaqa hukm yoki menga tazyiq o'tkazishga huquqi bormi? Bunday holatlarda bir fuqaro tomonidan ikkinchi bir fuqaroni avtotransport vositalarini qasddan harakatlanishga to'sqinlik qilish holatlari aniqlansa, bu ham huquqbuzarlik hisoblanadi. Bunday holatlarda siz qisqa 102 raqamiga yoki ichki ishlar organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Men yuzim ko'rsatish shart emas, men bir fikrimni aytmoqchiman. Men ko'rdim, intervyu berayotgan ekansizlar, intervyu olayotgan ekansizlar, odamlar dardini gapirishdi. Men ham o'z o'rnida shuni aytmoqchi edimki, men ham shu masjidga kelganimda, shu hozir ham mana shu ishim bilan keldim. Mehmon bo'lib, bir marta oldingi safar mehmon bo'lib kelganimda, u ichki ishlarda ham hozir registratsiya bo'lgan, murojaat qilganman o'sha paytda. Mashinamni qo'yib kirib ketganman. Chiqsam ikkita yigitlar, "Ya, ikkita mashinani o'rniga qo'yibsiz u mashinangizda" dedi. Endi mendan aybja katta emas, endi shu respublikamizda yurgan mashinalardan biri. Endi mayli, xo'p. Qo'yib kirib ketganimda endi mashinani oldinmoqchi bo'lsa, signalizatsiyasi yo'q. Balonni teshibdi. Qarashibdi. Mulkingizga zarar yetkazdi. Mulkka zarar yetkazishgan. Endi buni qanaqa bakida qilyapti? Men ichki ishlarga murojaat qildim. Endi video nazorat yo'q joy ekan bu qismi, endi bu ta'sir qismi. Shu fikrimni xalqqa yetkazaylik degan ma'noda aytib beryapman. Shu ishmayinda. Shuni qilib ketgan, kelgan bo'lsa kelibdi. Joylar, boshqa joylar ham bor, endi men qayerdan bilaman, bu xalq shunaqaligini. Bu odamlar shunaqaligini. Men bunaqa joyga ko'rib, endi bordir boshqa joylarda ham. Men uchraganimcha bo'ldi. Men shu 50 dan oshgan yoshimda, 54 yoshimda misol uchun balo almashtirdim. Misol uchun o'zbekchilikka ham, musulmonchilikka ham to'g'ri keladigan narsa emas-da. Sonliq tuman ichki ishlarida meni murojaatim bor. Ayblanuvchi topildimi? Ayblanuvchi topilmadi. Isbot yo'q. Mayli, menga men undan kambag'al bo'lib qolmayman, u mashinamni kuzatib olarman, u qilganini ham nima qilib olaman. Lekin uni qilgan odam qanaqa ko'tarib yuradi? Buni men shu xonada ko'rsatib bergan shu fikrimni o'sha oylarga ham ma'noli aytdim. Bunisiga nima deysiz? Ko'pchilikning foydalanishida bo'lgan yer maydonlaridagi joylardan meniki deya da'vo bilan mol-mulkka zarar yetkazishgacha borishsa-ya? O'zganing mulkini qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish oz miqdorni tashkil etsa, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. O'zganing mulkini qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish ko'p bo'lmagan miqdorni tashkil etsa, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutqagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Sudning yetkazilgan zararni undirish bo'yicha qarori ham kutiladi. Biroq biz kimnidir izza qilish yoki jazolash emas, odamgarchilik, o'zbekchilik, oqibat haqida eslatmoqchi edik. Salomat bo'ling.